Dahshatli gipotezalar. Delfinlar haqida o'ylaganda odatda ularni mehribon, odamlarni qutqaradigan, to'p bilan o'ynaydigan va kulib turadigan jonzot deb tasavvur qilamiz. Lekin u kulgu aslida faqat bosh suyaklarining shakli. Ularning tabassumi ortida esa qorong'u haqiqat yashiringan bo'lishi mumkin. Yovvoyi tabiatda delfinlar muntazam bolakaylarni o'ldiradi, nafaqat begonalarnikini, balki o'zining bolasini ham. Sababi urg'ochi tezroq juftlashishga tayyor bo'lishi uchun. Mantiqan tushunarli, lekin ayni paytda dahshatli. Delfinlar boshqa dengiz hayvonlariga guruh bo'lib hujum qilishadi. Ularni o'ynab qiynashadi, suyaklarini sindirishadi va ba'zida zudlik bilan o'ldirishmaydi. Bu ov emas, bu o'yin ko'ngilxushlikka o'xshaydi. Olimlar delfinlarning urg'ochilarini, boshqa delfinlarni, hatto dengiz cho'chqalarini ham zo'rlagan holatlarni kuzatishgan. Ba'zida bu guruh bo'lib amalga oshirilgan. Hatto ba'zi holatlarda delfinlar odamlarga ham agressiya ko'rsatgan, suv ostiga tortib ketgan, jarohatlar yetkazgan, hatto jinsiy tajovuz qilishga uringan. Ularning aqli primatalarnikiga yaqin. Ular o'rganadi, manipulyatsiya qiladi va ayrim tadqiqotchilar fikricha ijtimoiy ongga ham ega. Iltimos, fikr bildirmasdan oldin albatta video tagidagi izohni o'qing.